Assalomu alaykum hammaga. Bugun 11-darsimiz. 9-iyun 2026-yil. Mana shu iyulda salanaqa qilaman talaffuzimda. Mani ismim Shohjahon, familiyam Yashniyazov. Bugun 11-darsimiz. Hammani esida bo'lsa kerak, 3-iyun kuni biz mana bu analizni qilgan edik. 3-iyundan 9-iyungacha adashmayotgan bo'lsam, xotiram pand bermayotgan bo'lsa, 4446 da edi narx. Где-то 46-47 atrofida shu 3-iyundan 9-iyungacha mana shu 6 kunlikni analiz qilgan edik, agar esinglarda bo'lsa. Umumiy qiymat qilib olgandik. Xo'p, endi analizimizdan keyin, hisob-kitobimizdan keyin ko'rganinglardek, Alloh yuzimiz yorug' qilibdi, даже 1 sentdan farq bo'lmabdi mana. Точно eng yuqori taklifimizdan qiymat qaytib, ya'ni narx ko'tarilibdi. Xo'p, endi juda ham oson narsa o'rgataman 11-darsimizda. Bizga endi nima bo'ladi, qaranglar, analiz qilganmiz. Turmush eslasanglar, yuqori taklif, yuqori talab deb 10-darsda bitta ko'rib chiqasizlar. Endi mana bular kerak emas. Bizga 4400 ham yoki kerak emas. Bizga kerak bo'ladi endi real yuqori taklifimiz 4268 va taxminiy yuqori talabimiz 4614,89. Endi mana bu ham olib tashlaymiz, bizga kerak emas. Biz chunki hozirda mana analiz qilyapmiz 9-iyun sana bilan. Xo'p, bizga kerak bo'ladi endi kalkulyatorimiz. Qaranglar, juda oson, juda qisqa, juda bir chiroyli hisob-kitob desa ham bo'ladi buni. Murakkablantirmagan holatda, hech qanday bir qiyin terminlar ishlatmagan holatda. Любой hisob-kitobimizni ishlash-ishlamasligini tekshirib olsanglar bo'ladi, bozor bilan, fakti bilan chiqarib olamiz biz. Xo'p, qaranglar. Juda oson, juda qisqa bu. Bu 11-darsimiz. 10da davom etsa ham bo'ladi, yoki hisob-kitob bo'lib ketib olasizlar. 4614,89 bundan ayiramiz eng yuqori taklifimizni 4268,69 da 346,2 chiqdi. 346,2 chiqdi. Endi shu chiqqan 346,2 dollarda 346 dollar 20 sent to'g'rirog'i 11 ga bo'lamiz. Nimaga 11 ga bo'lamiz deydigan bo'lsanglar, qaranglar, 29 chimay 30 chimay 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9-slot. Ya'ni 12 kun bo'lyapti. Lekin biz nimaga 11 ga bo'lyapti? Lekin nimaga biz unda 11 ga bo'lyapmiz? Nima deb o'ylaysizlar? Mana shu joyga tushuncha berib ketaman. Hisoblaydigan bo'lsak, 28 o'zi bilan hisoblaymiz. O'shanda 13 kun chiqadi. Oradagi shanba, yakshanbani olib tashladim. Bitta shanba, yakshanbani olib tashlaysiz. Bitta shanba, yakshanbani olib tashlaysiz, o'shanda 11 chiqadi. Standart 11 savdo kuni deb hisoblaymiz. Qiymatda oladigan bo'lsak, endi xo'p, shu 11 ga bo'ldik. 31.47 chiqdi. 31.47 chiqdi. Endi biz nima qilamiz bu 31.47 ni? Qaranglar. Juda osoni. Juda ham hisob-kitobda osoni. 4268 4268 u 69 ga qo'shaman 31.47 ni. 4300 chiqdi. Biz ham isbotlab fakti bilan ketaylik. 4300 yashil rang qilib qo'yaylik mayli. Biz narxi belgilayapmiz, shuni bilinglar. Bu chizmachilik emas. Biz qiymat, чтобы narx sizlarga ko'rinish uchun shuni qilyapmiz. Shuni bilinglar. Xo'p, endi e'tibor qilamiz bitta narsaga. 4300 ga 4316 ga qo'shamiz 31.47 ni. Qaranglar. 4331.63 chiqdi. 4331.63 31.60 ga qo'yapti. Mayli endi 4-5 sent to'g'ri tushunamiz. Piksel. Endi bunga qo'shamiz yana
$31.47. $31 $4363 $4363 qani? 4363 orqasidagi sentni endi o'zinglar to'g'rilaysizlar chiroyli qilib. Endi qaranglar, buni H1da M5 ga olamiz. H1 M5 ga olamiz. H1 M5 ga olganimizda biz 9-iyundan hisobladik. 9-iyundan hisobladik. Endi davom etamiz. 4363 ga qo'shamiz $31.47 $4394.57 $4394.57 qarang 94 mayli 74 bo'ldi. Endi to'g'rilaysizlar anaqasini o'zinglar. Endi e'tibor qilamiz. Kun boshlangandan beri bizda eng yuqori real taklifimiz 4268. O'zi kun soat 12 da boshlandi desak, где-то mana bu yerda boshlangan bo'lsa ham kunimiz 9-iyunimiz. Buni 12:00 ga suramiz. OTS +0 bilan 12:00 ga surib qo'yamiz. Hop, 12 ga mana 00:00 mana. Hisoblaydigan bo'lsak, ko'rib turibmizki, bizni yuqori 4300 mizga hali kelmagan, yuqori taklifimizga 4331 dan qiymatimiz 4363 gacha ketyapti. 4394 bor. Endi buni qaranglar. Xo'p, narximiz 4394 ga kelganda biz dalchi qo'shib ketaveramiz $31.47 Buni necha kunga deydigan bo'lsanglar, ikkita yo'linglar bor sizlarni. Bu hisobi bo'yicha ikkita yo'linglar bor. Necha kunga bu analizimiz desanglar, xohlanglar 9 dan 12 gacha, 12-iyungacha 3 kunga olinglar. Xohlanglar, misol uchun mana shu hafta oxirigacha, bugun kun seshanba bo'lsa, chorshanba 10, payshanba 11, juma 12. 12-gacha olinglar mana. Mana shu hafta oxirigacha olinglar xohlasanglar. Ana 12miz. 12-iyunimiz mana. To'g'ri qilaylik shuni. Hazil bo'lmasin deydi, sizlarga yaxshiroq ko'rinsin. Xo'p, endi M5 ga qaytamiz. M5 ga qaytdik. M5 ga qaytganimizda bizda 12-iyungacha biz hisoblaymiz $31.47 dan. Xo'p, agar narx 4394 ga yetib borsa, keyingi narxi yana 31.47 ni qo'shib ketaveramiz. Endi xo'p, 4268 ga kelsa-chi, misol uchun endi bo'lishi mumkin-ku, bozor tez harakatlanyapti, boshqa qilyapti. Nima qilamiz? 4268 dan 4268.69 dan ayiramiz $31.47 sentni. 4237.22 4200 necha chiqdi? 4237.22 4237.22 Hop, 4237 dan narximiz keladigan bo'lsa, shu qiymatga kelsa, yana ham ayirib, yana selimizni hisoblab ketaveramiz. Xo'p, hozircha endi buni qanday ishlaymiz biz? 10-darsga qanday ulaymiz buni? 11-darsimizda 2.98 ga bo'lishimiz bor, bay bo'lish uchun esingizda bo'lsa, 3 ta qiymatni, 3 ta taklifni, sel bo'lsa 3 ga bo'lishimiz bor. Bir-biriga stop, bir-biriga tek qilamiz 10-dars bilan moslashtirib. Xo'p, mana bu yerda ko'rib turibmizki, qiymat oshyapti. Bizga hozir действующий ko'zimizga ko'rinib turgan o'sha 5 daqiqalik ichida 5 daqiqalik analiz qilganimizda hisobida yuqori taklifimiz 4363, yuqori talabimiz 4363 sent, yuqori taklifimiz 4335 sent bo'lib turibdi. Xo'p, entrylarimiz shu 10-darsda aytilganidek entryga kirib, buy sell kirasizlar. Xo'p, bundan tashqari endi buni eng sodda varianti, buni любой odam ishlata oladi. Xo'p, sizlar yuqori taklifga kelgandan keyin hisoblayapmiz, narxni. Yuqori taklifga kelganimizdan keyin ko'proq sizlar yuqori talabni qidirishni boshlaysiz, ya'ni yuqori talabga kirishni boshlaysiz, ya'ni sotib olishni boshlaysizlar. Bozor qonuni. Yuqori talabga borganimiz yuqori taklif bo'yicha sotishni boshlaysiz-da, o'zi bozor вообще общий qonuni bo'yicha. Xo'p, biz hozir nima qilamiz? Biz bu yerda chalg'imasligimiz uchun biz ko'proq fokusimizni to'g'ri bayga qaratamiz, lekin
lekin degan joyi bor, e'tibor qilinglar. Bozor doim manipulyatsiya qiladi, ssenariy bilan harakatlanib qoladi. Ssenariy deganda oldindan yozilgan emas, u boshqa narsa, uni ham berib ketaman boshqa darslarda. Ya'ni bozor manipulyatsiyasiga tushib qolmasligimiz uchun bizga hisob-kitoblar kerak. Ya'ni siz faqat buy usha olmaysiz. Mana narx tushdida, agar po faktu olsak, mana qiymat tushdi, biz analiz qilgan hisob-kitob qilgan eng yuqori taklifimizga keldi. Yuqori taklifimizdan narx qaytdi orqaga, buy bo'lmoqda hozirgi kunda. Qiymat balandlashdi misol uchun. Agar po faktu olsak-da, xo'p, lekin biz shu holatda ham ehtiyotkorlikni yo'qotmaymiz. Bu holatda ham biz ehtiyotkorlikni yo'qotmaymiz. Urush holatlari bor, urush fundamental demasdan chiqarmanglar. Fundamentalni o'rgatib ketganda uni ham analiz qilib tekshirib boringlar. Sodda, qisqa, lo'nda. Xo'p, stop tekka o'zinglar qo'yib olishinglar mumkin. Holinglar 463 ga, 63 ga borganida sizlar qiymat shu narxga borganda holinglar buy sell qidiringlar, buyga kiringlar, holinglar sellga, stopni 431 ga qo'yasizlar. Tagdalik 10-darsimizda endi u yog'ini o'zinglar moslashtirib ketasizlar. Juda ham sodda. Juda ham sodda. Hisob-kitobda realni ko'rsatib beradi, ko'rganinglardek, hech qanaqa shunaqa 11-darsimizni qisqaroq qilishga harakat qildim. Juda ko'p takliflar tushgan, darslarni osonlashtiring, soddalashtiring deb shunaqa. Lekin bu bilan chegaralanib qolmaymiz. Darslarimiz baribir xohlaymizmi yo'qmi, sekin-sekin murakkablashib boradi. Faqat o'zingizlarga moslashtirib test qilib boringlar.